Esingida ham, chet davlatlarda ham bunaqa proyekt qilmagan. Qanaqa shot bo'lishidan qat'iy nazar kurashaman. Riskka amal qila olmaydi, hisob kitobini to'g'ri ola olmaydi. Emotsiyaga berilmash kerak. O'sha joydan shunaqa baykirib shotni shunaqa otirish kerak. Bo'ldi. Shotiga pul tashlaymiz, qaytarib olib chiqamiz. Faqatgina shunaqa muammoli shotlar bilan shug'ullanaman. Bu sohani haqiqatdan sevgan odamlar. Assalomu alaykum hammaga. Bu video endi yangi proyekt, qanaqa proyekt degan mavzuda bo'ladi. Xo'p. Buni ham qisqacha tushuntiraman, ko'p anaqa qilmayman. O'zi unaqa sложный ham proyekt emas. Hozir analiz qilib ko'rsak, 2020-yildan boshlab 6 yil ichida auditoriya O'zbekistonda treyderlar soni juda ham oshgan. Buni ichida tushunadigan ham bor, tushunmaydigan ham bor. Lekin tushunadigan, ishlaydigan protsenti ko'p avvalgiga nisbatan. Endi yana 4 yil, 5 yildan keyin bu yana ham rivojlanib, yana ham ko'payadi bu chislo. O'shanga qaratgan holda Esingida ham, chet davlatlarda ham bunaqa proyekt qilmagan. Hamma shu o'quv kursi sotamiz, signal sotamiz, boshqa sotamiz degan masalalarda hamma shu o'rgatamiz, boshqa qilamiz, o'rganib bo'ldi hamma. Buni ichida ishlaydigani ham bor, ishlamaydigani ham bor. Men proyekt shunaqa qildimki, faqat real shotda ishlaydigan treyderlarga yordam maqsadida. Bu nima desa, bu agar professionalniy treyder bo'ladigan bo'lsa, bu videoni misol uchun prosta ko'rish mumkin yoki biz o'tkazib yuborish mumkin-da. Mana yangi boshlab ko'p shotlarni o'zi qayerdandir undan bundan pul olib, ba'zilarga yoki bir oyliklardan yig'ib shot qilib, slif qilib qo'yadigan treyderlarga. Qanaqa brokerda ishlashdan qat'iy nazar, qanaqa platformada ishlashdan qat'iy nazar qiziq emas. Minusga ketyaptimi? Shoti odam shunaqa psixologiya shunaqa bo'ladi-da, odam o'sha vaqtda minus ketadigan mahal shunaqa bir noto'g'ri qaror qabul qilib qo'yadi. Ana o'sha noto'g'ri qarori shot slifga olib keladi. Men sizlarga hozir aytsam, shot minusdagi shotni ham yoki shotni umuman slif qilmasdan shotda o'sha balansni qaytarib olsa bo'ladi desam, ishonmashlaring mumkin. Lekin buning ham iloji bor. Qanaqa qilib qaytarib olamiz desanglar, chunki men o'zim bilaman, hamma ishlaydigan treyderlar mana shu bir xil flat zona, trend, chashka, flajok, korоче, mana shunaqa strategiyalar bo'yicha ishlaydi. To'g'ri, pul ishlash strategiyasi. Lekin men mana shuncha vaqt davomida o'zimni opitimdan kelib chiqqan holda bitta narsaga amin bo'ldimki, men постоянно qanaqa shot bo'lishidan qat'iy nazar kurashaman. Qanaqa qilib kurashaman? Manbadan qaytishim mumkin yoki bog'dan qaytishim mumkin degan narsa bo'ladi-da. Ko'pincha ko'p odam 90% pashti tilloda ishlaydi-da. Riskka amal qila olmaydi, hisob kitobini to'g'ri ola olmaydi. Mana shunaqa holatlarda odam domkaga ketib qoladi-da, shoti slif bo'lishiga yaqin qolganda, oddiy masalan, nishpul balans bo'lishidan qat'iy nazar odam ichidan to'kiladi. Sababi u pulda hali tradingda hali foydaga chiqib, foydasini ishlamayapti-da. Chunki foydaga chiqib olsa, foydasini ishlatadigan puli kak demo shotga aylangandek bo'lib qoladi. Ana undan ko'proq foyda bo'ladi, to'g'ri. Lekin odam qayerdandir topib, mana shundan pul ishlayman, ozgina nimadir uni
bitqizaman degan umidlarda shotga pul solgandan keyin ana sliv bo'lishiga qarab odam ichidan zir ketadi-da. Chunki mana shu ko'p 1 yil bo'lganmi, 2 yil bo'lganmi, hali boshlang'ich etapda sizlar. Aytsak bo'ladi, bu yangi treyderlar desa ham bo'ladi. To'g'ri, odam bitta, ikkita plyuslardan keyin samouverенность oshadi o'ziga. O'sha vaqtda kattaroq risk qiladi, mana shu yerdan qaytish mumkin deydi, boshqa bo'ladi. Lekin baribir endi любой treyder adashadi. Любой man degan treyderlar, milliarderlar, u qanaqa katta pullar yo'q bo'lib ketadi bozorda. Bozor o'zi shunaqada. Kimnidir puli kimgadir o'tib ketadi, kimnidir puli kimgadir. Shunaqa narsalardan mana shu proyektni olib qolish kerak. Qanaqa qilib? Bu uchun ikkita narsa kerak xolos. Emotsiyaga berilmash kerak. O'sha mana manbadan qaytib qoladi deb shotda oxirigacha marja qizarib ketguncha ushlab turmash kerak. Agar mabodo shunaqa holat bo'lsa, mana hozir meni realniy shotda ishlaydigan treyderlarga bir murojaatim, shunaqa holat bo'lsa, обязательно shotni qotirish kerak. Shotni qotirish kerak. Bu nima edi desa, bu spetsialniy anaqani shotda, minusdagi shotda o'zini balansini qaytarish strategiyasi desa ham bo'ladi. Chunki uni qaytarishga hech kim harakat qilmaydi. Dagon berishga harakat qilishi mumkin yoki kutishi mumkin, lekin uni mana shotda qanaqa qilib hatto o'zini taniga qaytarib yopib olish. Chunki hamma treyder ichidan o'tadi-da, minus ketaversa, сделкasi o'zini taniga chiqsa yopib yuborardim, o'zini taniga chiqsa yopib yuborardim degan umid bilan kutib turadi. Lekin bozor uni narsani tushunmaydi. Ayniqsa tilla. Sizlar manadan qaytadi deb o'tirgan joylaringizda paddeshga, yo'qsa qaytdi degan joylaringizdan paddeshga olib yoki yuqoriga yoki pastga ketib qolishi mumkin-da unisi. Shu ikkita narsa, birinchisi самый главный. O'sha masalan aytaylik $10,000 shotda $3,000-4,000 ziyonga kirdimi, o'sha bo'lib kutmash kerak, shotni qotirish kerak. Qanaqa qilib qotirish kerak deganda, masalan 0.50 lot yoki 1 lot ochilgan yoki tepaga yoki pastga. Shtobi siz ertaga o'ylashingizga yo'q bo'ladi. Men shuncha mana shu o'zimni tajribam davomida nechta shotni mana shunaqa qaytarib qolgan bo'lsam, slivdan eng zo'ri shotni to'xtatish kerakdan keyin odam o'ziga dam berish kerakda, vaqt kerak, vaqt. Mayli bozor yurib olsin yoki pastga qarab yursin yoki tepaga qarab, farqi yo'q. Любой tomonga ketsin. Любой tomonga ketsin. Siz o'tirib anaqa qilishingizga vaqt bo'ladi odam o'zida. Emotsiyaga berilib qolmaydi odam. Mashinadan qaytyapti deb dagon tiqib ketavermash kerak. Yokida ko'plar stop bilan ishlaydi, to'ppa-to'g'ri. Lichni men o'zim meni videolarimga o'tib qarasanglar ham stop oldi, muncha stop oldi degan narsa yo'q menda. Sababi o'sha meni o'zimga yarasha strategiyam bor. Agar meni kuzatmaganlar bo'lsa, kuzatib, esidan chiqib ketganlar bo'lsa, yana qattiqroq videolarimni ko'rsanglar bo'ladi. Unaqa sложный narsalar emasda. O'zi bozor yurishi, turishi, siz kiradigan tochkalaringiz imенно stop bloklar bor. Stop oladigan joylar bor. Siz kirasiz, sizni urib stopingizni oladi, keyin ketadilar. To'g'ri analiz qilgan bo'lasiz. Shunaqa joylarga e'tibor qaratish kerak. O'sha mashqdan o'z kirmoqchi bo'lgan joyda yoki pastroqdan kirish kerak. Xullas, video bu mazmunda emas. Bu video bu imенно tematika bo'yicha yana bir video qilaman. Самый главный manbadan qaytadigan narsa bo'lmash kerak o'zida. Shotni yopish kerak. To'xtatish kerak. Qotirish kerak o'z vaqtida. Yokida mana holat bo'ladi, juda ko'p holatlarda. Mana shu hozirgi gapirib bergan holatimni oxiri mana 99% ga уже borgan vaqti marja qizoratda kompyuterlarni uradi, olib otaveradi. Bu уже
keldida, nima desam, уже yetib keldi odam bo'ldi, slif bo'ldi degan narsa bo'ladi. Yo'q, hali tugamagan bo'ladi. Mana shunaqa holatda agar tushib turib, mana shu videoni ko'rib, mana shunaqa holatga tushadigan holda обязательно marjalaringizda oddiy masalan $10,000 o'sha aytgandek shotda $50 yoki $100, $200 qolgan joyda ham 1 lot bilan 2 lot любой объемga yana shotda o'sha qarama-qarshi tomonga otsa bo'ladi. Qarama-qarshi. Masalan, selga sizlar kirib qo'yibsizlar, pozitsiya baga ko'tarilib ketyaptimi? O'sha marjalar qizargan joydan o'ylanmash kerak. Baribir slif qiladi. O'sha joydan shunaqa bay kirib, shotni shunaqa qotirish kerak, bo'ldi. Shotni hech qayerga ketmaydi. Balansda samiglamli pul turadi. Ana unga ozgina pul tashab yoki bo'lmasa agar balansda o'sha qizarguncha olib bormasa, o'sha holatdan qaytarish iloji bor. Bu mana YouTube'ga ham qo'yib boraman. Aslida Instagramga ko'p qo'yaman, Reels qilib qo'yaman. Xudo xolasa, mana shu imini mana shunaqa muammoli shotlarni qanaqa qilib qaytaryapmiz, qanaqa qilib imini buni strategiyasini konkretni tushuntiraman. Buni ham 2 xil, 3 xil yo'li bor. Holatiga qarab. Buning uchun обязательно bitta video qilaman. Hop, shtobi u videolarni qilganimcha ham mana shu videoni qilyapman. Sababi o'shangacha ham mana biz turibmiz, hozir ham kimdir slif bo'lyapti. Hozir ham kimdir minusda, hozir ham kimdir xato qilyapti. Shu narsalarni oldini olish maqsadida bu video qilinyapti. Keyin odamlar aytishi mumkin, shotni qotirib qo'ydim, ha to'g'ri. Dальше yana marja qizargan vaqtda dars pul solib, yana shotni hech bo'lmasa o'zimiz balansda qaytarish uchun mablag'imiz yo'q desa, mana lichni o'zimning yonimdan shotiga pul tashab, mana yozsam faqat mana shunaqa holatda yordam beriladi. Shotiga pul tashlaymiz, qaytarib olib chiqamiz, keyin bo'ldi. Keyin hisob-kitob qilaveramiz. Maqsad shu, samiglamli. U slif bo'lib, har xil holat bo'lishi mumkin. Kimdandir olishi mumkin, qarz olib slif qilib yuborishi mumkin. U slif bo'lmasa shot, umid bor. Har doim 1% umid bo'lsa ham harakat qilish kerak. Mana shu videoni agar ko'rganingizdan keyin haqiqatan realni ishlaydigan bo'lsa, misol uchun men 100% garantiya beraman demayman, noliki 90% shot topib qolsa bo'ladi, chunki men o'sha o'zimni tajribamdan chiqqan holda aytyapman. O'sha narsaga o'zim ishonmasam, men дополнительный pul tiqib, men shotlaringizni qaytarib olaman deb men katta gapirmayman. Lekin o'sha narsaga umid bor. O'sha narsaga riskovat qilsa bo'ladi. Sababi bozorga o'tkazib yubormasdan pulni imkoniyat bo'ladi har doim. Mana shu masalasida, mana shu yangi proyekt deganim ham shu. Faqatgina shunaqa muammoli shotlar bilan shug'ullanaman. Bundan keyin bitta men emas, целый meni komanda. Xudo xolasa, u bo'lsin $100 bo'lsin shoti, tam $200, $10,000. Mana yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Bu bunaqa holatlar o'zi ko'p bo'ladi. O'sha odamlar o'sha xato qilib bo'lgandan qanaqadir signal kanallarga kirib, signalni holatda kirib, anaqaga yozsa, ha bo'ldi. Ularga chunki qiziq emasdi, o'zlarining kissasini ketmayapti-da, u slif bo'lyapsiz. Ular yana shot qiling, yana chuqur olamiz deyveradi. Chunki ularniki achishmaydi-da, sizniki achib, pul sizdan ketyapti. Hop. Javob bermayapti deyapti, boshqa demayapti. Menga misol uchun men internetga chiqmasam, meni hamma kontaktlarim, hamma narsam turibdi-da. Yozishadi menga. Telegramdan yozishadi, boshqa qilishadi. Qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz. Imенно ko'plar misol uchun signal so'raydi, signal hech kimga misol uchun signal kanallar yo'q, signal berilmaydi hech kim bilan. Ko'pincha mana shunday holatlarda odam haqiqatan ichi achiydi-da. Misol uchun ba'da O'zbekistonda mana o'zlari uchun bilib olinglar, men biladigan odamlar bu haqiqatda normalniy shotlarda, misol uchun $50,000, $60,000, $10,000, $20,000 shotlar bilan misol uchun ishlaydigan odamlar bor. Misol qanaqa desam sizlarga, bu to'g'ri aksariyat bir 60% aytaylik, kichkina depozitda $1000 depozitda ishlasa, yoki любой summa bo'lsinki, baribir pulda odam
ichidan boshqacha bo'ladi. Har bitta faqat men pul tutishim kerak ekan, faqat men pul sliv qilishim kerak degan xayolda qoladida. Mana baribir o'sha pulni sliv qilib bo'lgandan keyin bir hafta o'tar, 10 kun, bir oy o'tar, odam o'ziga kelgandan keyin yana ham depozit qilgisi keladi, yana ham ishlagisi keladi. Chunki yana ham to'xta, bilimim kam ekan, baribir odam bu sohada sliv qilish kerak degan narsa tushuncha miyasida bor. Baribir u sliv bo'lib ketadigan narsa. Agar siz yozib mana shunaqa holatda o'zi shuni qotirib, reski qotirish kerak. Mana Instagramimdan, mana shu YouTube'da ham ta'kidlab bo'ladi, ssilkalar kanalga. Shundan o'tib adminlar, admin emas, qanday o'zim shogirdlarim yurg'izadi. Birdan yoki qotirmagan bo'lsangiz qotiring deydi, birdan tushuncha beradi sizlarga. Keyin o'zi o'tirib analiz qilamiz. To'xta, bozor qayerga qarab ketyapti. Yoki bo'lmasa bir hafta, 10 kun qayerga qarab yurishi mumkin degan joyga qaraymiz, kerak bo'lsa pul tashlaymiz. Shu olib chiqishga harakat qilamiz shunaqa qilib. Chin sliv bo'lib ketgandan ko'ra yozib bir umid paydo bo'ladi-da odamda. Men chunki qancha short sliv qilganman, meni o'zim ham. Odam ichidan o'tadigan narsa u. Deb odam qo'l siltab ketadi, lekin yana qaytib keladi. Chunki men aytganimdek, bu sohani haqiqatdan sevgan odamlar bor. Ne только puliga qiziq emas, erkinlik berish uchun. Bor. Mana shunaqa holatlari bor. Sizdan hech narsa ketmaydi. Minusdamisiz, maslahatlashishingiz mumkin. Mana bunaqa holat. Chunki tilloda aslida hamma tilloda ko'p ishlaydi. Bitta yursa tillo 300-400 punkt bitta tomonga, kamida 200 punkt, 150 punkt yuraveradi-da. Chunki любой odam не только там $1 million bor, 1 millionlik shotlarni ham kerak bo'lsa sliv qilib o'tib ketadi. Chunki o'shanga qarab riskka amal qilgan holatda deydimi, boshqa deydimi, baribir qo'yadi, juda katta punkt yuraveradi. Men shu realniy mana shunaqa tema, mana shunaqa ishni boshladim. Sliv bo'lib ketadigan shot baribir. Yozinglar, olib qolamiz, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz olib qolishga.